Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi qilib chiqqan ishimiz kravatimizni tevasiga shapka qilganmiz. O'zlaringiz ko'rib bir baho berasizlar. Kravatimizning shapkasi 2,5 bo'lgan. Shapkadan keyin mana shunday osma lazer gullar bo'ladi. Bu orqa tomoniga ro'yli qilib yeb qo'yadiganlarni qilib berganmiz yoki bu narsa taklab qo'ysa ham bo'laveradi. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Lazer gulimizdan keyin mana shu gulimiz chiqadi 90 gradusli joylariga. Chiroyli holatda bitgan. Egalarning kravatlarida yog'ochdan bo'lgan ekan, buni tevasiga chiroyli qilib uстановка qilamiz. Ustullarni chiqarib, unga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol katta nomerga aloqa chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановkamiz mutlaqo bepul.